أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sabahdaşlar biz aldığımız saatlik dersimizde teşbihnin mazmunida ketayotgan teşbihni biz çoğ cihetden 5 türlü bilip söyleydiganligimizni aldığımız derste oturup koygan. Birisi teşbihnin iki tarafı hakkında söyleydik. Yani birisi vecebe hakkında sözlemek çoğan. Ondan keyin adat teşbih, dördüncüsü el-garad min teşbih, beşincisi aqsam et-teşbih deb 5 türlü bölüp sözlemek çoğan. Biz ilgili saatlik derslerde teşbih hakkında, teşbihning adatı, vecebe teşbihning bu asosiy maqsadi, g'arazli qatorlar so'zlab oxirlashdi. Endi bugungi darsimiz aqsam at-tashbih, tashbihning qismlari. Ilgili soatlik darslarda ko'rib o'tdik. Vechabahlarning o'zi bu bir necha taqsimotda bir nechaga bo'lindi. Odat tashbihmi bir nechaga bo'lindi. Undan keyin tashbihning ikki tarafi mushabbahun bih tarafimi ham bir nechaga bo'lindi. Buni ko'rib o'tdik biz. Teşbihden bo'lgan g'arazlarmi bir-biriga o'xshamaydigan maqsadlar. Shu asosda teşbihlarni va shabahni tutqul qilib turib bir nechaga bo'lgul bo'lsa, ikki tarafni e'tibor qilib turib bir nechaga bo'lgul bo'ldi. Teşbihning mumkin emaslik nuqtasi turib bir nechaga bo'lgul bo'ldi. Buning taqsimoti yomon jiq, buning taqsimoti-chi. Abturmo asosan aqsamut teşbih deb kelib, teşbihning qismlari deb kelib, manchi qismiga bo'linadi demay, buning turlarini bayon qilib ketdi. Biz imkoniyatimiz yetkincha har teşbih mayli cho'ng nuqtadan bo'lingan qismlar olsun yoki shu cho'ng turlar ichidan chiqqan parcha turlar olsun, biz bunga ninja qo'yib mangala manchinji deb sizlarning tushunishinglarga qulay bo'lishi mumkin. Aqsamut teşbihni tunishtirishdan asosiy sabab teşbihning har taraflarini qanday qilish tunishtirish. Yani teşbih ma nuqtadan manda turlari va a nuqtadan manda turlari va teşbih ma shaklda manda bo'ladi degandek bir taraflarni tunishib o'tamiz inshaalloh. Abdur gapni shu hozir bevositlam teşbihning qismlaridan boshladi. Aqsamut teşbih alif yanqasimut teşbih bi'atibar tarafayhi. Yani ben bayatım dedim ya, teşbihning o'zini bir e'tibor bilan bir nuqtadan manchiga bo'linadi degan olmasimi? İki taraf e'tibor bilan degan gap. A tarafi hissiy, ma tarafi aqliy, ma tarafi aqliy, a tarafi hissiy, ikki tarafi aqliy, ikki tarafi hissiy degandek bir mo'j taraflarni asos qilib turib bo'lgul dedim ya. Shu asosda bo'lyapti. Davotida birisi teşbih mufrad bi mufradini yakki bir hukmni bir yakki hukmga qana qilish teşbih qilish. Buni biz oldingi soatlik darsda o'tdik. Teşbihning ikki tarafi yakki bo'lib, masalan Zaydni Asadga o'xshatganga o'xshash. Bu ikkisi ya qaytsiz keladi, ya qaytli keladi. Qaytsiz degani masalan mangzini gulga o'xshatgan misolni ko'rib o'tdik. Bunda shu mangzini gulga o'xshatdi, bas bunda mangzining anda holati, gulning anda hol deganda qaytlik holatlar yo'q. Bu ikkinchisi. Teşbih mufrad birincisi olsa, teşbih mufradning muqayyad g'ayri muqayyad bo'lgan holati ikkinchi deb ayirsak bo'ladi. Yoki muqayyad holatda teşbih bo'ladi. Masalan, huwa karraqim alal ma. Masalan, bizning bir do'st tunishimizning birisi va ish qilib hech foyda olmaydi, natija qozonmaydi qolsa, bu odam shu so'g' xat yozgan odamga o'xshash desak, bu ya'ni huwa degani mushabbah bo'lib qolsa, bu g'ayri muqayyad. Bu faqat parlantga o'xshatdi. So'g' xat yozuvchiga o'xshash desa, xat yozuvchi degan raqim degan shu bir yakki hukmni alal ma bilan qana qildi qaytlida, bu muqayyad hol bo'ladi. Yoki mendagi huvani yakki demay, huvaning birmuncha e'tibori var ya, biz so'g' xat yozgan odamga o'xshatmoqchi bo'lgan bir tarafi var. Ya'ni u tijoratidan foyda ololmagan odam so'g' xat yozadigan odamga o'xshaydigandek ikki tarafini asos qilib turib, ikkilisini muqayyad, mushabbah tarafmi ma'lum bir mazmunlar bilan qaytlangan, mushabbahun bihi ma'lum qaytlangan deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni mushabbah bilimiz tirishquchi bo'lib, o'zining tirishchanligidan foydaga erishamaslik bilan qaytlanadi ma'runda. Mushabbahun bih xat yozuvchi bo'lib, bu uning xatini suni ustiga yozdi degan gap bilan qaytlanadi. Chunki vajjaba ikkisining o'rtasida
yani iş hareketininki buluş bo'lmasligining barobarligi. Yani madamning tijorat qilgan qilmagani, ya tirishgan bilan tirishmaganning farqi yo'q. O'xshash, hech qanday ahamiyati yo'q. Ma'ning suv xat yozgan odamning yozgan bilan yozmaganning o'tirdi farqi yo'q. Buni yozdi, hech nima qilmaydi. Buni tirishdi, hech qanday natijaga erishmadi. Manda nuqta bo'ldi. Yani bu mushu vajshaba mush ishga qaydni e'tibor qilishga qarashlikki, agar aning atribi tushunilmasa, ma'no atribi qo'shilmasa, u mana o'rtoqlashmaydi. O tirishib natijaga erishmadi degan gap bilan qo'shilmasa, xat yozuvchi suning ustiga degan gap qo'shilmasa, vajshaba o'tirda aniq muayyallashmaydi. Bu bir. Aw muxtalifatan degani, yani tashbihning yana bir qismi muxtalifatan. Yani bir iki tarafı, birisi muqayyad emas oludu. Ya müşebbeh muqayyad, müşebbehun bihi gayri muqayyad, ya müşebbeh gayri muqayyad, müşebbeh muqayyad oludu. Mesela veşşemsu kel mir'ati fi keffil ashal. Quyoshning shunday bir holatini, muqayyad emas holatini cho'loqning qo'lidagi aynaga o'xshatsak, aynak bilan o'xshatsak ikkisi mufrat bo'ladi. Quyosh aynaga o'xshaydi desak. Ammo aynak hozir cho'loqning qo'lida bo'lgandan keyin bu muqayyad bo'ladi. Yani müşebbeh quyosh, mutlaq quyosh. Normal quyosh yani. Ama müşebbehun bi aynak. Ama aynak cho'loqning qo'lida degan qaytlan kelgan aynak, normal aynak emas. Yoki uning aksiki cho'loqning qo'lidagi aynakni quyoshga o'xshatsak bo'laveradi. Birisi muqayyad emas, birisi nima muqayyad mana shaklda. Bu tashbihning bir turi, hisobda tashbihdan 3-4 turga yaqin tur chiqib ketib bo'ldi, ha. Ikkinchi, undan keyin tashbih murakkab, bimurakkab. Tashbih murakkabni murakkabga o'xshash. Biz oldin sariq darsimizda tushundirgan mufrat yakka bir hukm bo'lsa, murakkab bir manzira, ko'rinish. Bir necha holatdan birikkan bir hukm ko'rinishi. Xuddi yuqorida o'tgan Basharninki baytida kelganda kanna musaran naqi fawqa ru'usina va asyafana Leylun tahawa kavakibuhu desa, xuddi bizning ustimizga chang tuzangning qo'zg'algan ahvoli, qo'zg'algan yeri va bizning qilishlarimiz yulduzlar tushib ketayotgan kechaga o'xshaydi desa, mushabbah taraf jangning qattiq qizg'an vaqtga chang tuzang ko'tarilgan ko'rinishi, qilishlarning yo'l urilgan holati. Mushabbahun bihi taraf qop-qorong'ulikdagi yulduzlarning u yoqqa bu yoqqa shart-shurt tushib ketib qolgan holati. Ikkinchisi bir xil qorong'u narsaning atrofidagi nurliq yo'l tez suratdagi tushib ketib qolgan nurliq narsalarning tasviri bu. Buni biz murakkab deb tushundik. Bu bir. Ondan keyin tashbihning yana bir qismi mufratni murakkab bir taraf mushabbah taraf mufrat yakka hukm, mushabbahun bihi taraf murakkab yana bir ko'rinish manzira bo'ladi. Xuddi shaqiqning tashbihida o'tdi. Shaqiqning qizilgulning o'zi bir mufrat. Nimaga Marvoyatdan bo'lgan neyzning ustiga chigilgan yaqut bayroqqa o'xshatildi. Mavandi bir xil manzira endi ma'o. Qalbimizni tasavvur qilib bunda marvoyat yeşil bayroq neyza, uni ustiga chigilgan qizil bayroq lapildab turgan bunday bir holat bor. Bu murakkab. مثلا وكأن محمر الشقيق إذا تسوب وتساعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد شردا biz buni tushuntirib o'tgandan chiqqan ilgari. Ondan keyin yana bir turi tashbihninki murakkabni mufratga o'xshatish. Murakkabni mushabbah taraf bir manzira ko'rinish bo'ladi, mushabbahun bih taraf yakka bo'ladi. Masalan, Abi Tamamninki Mu'tasim billarni maqtagan bir qasidasi ya sahibayya taqassaya nazraykuma taraya wujuhal ardi kayfa tusawwaru taraya naharan mushbisan qad shabahu zaharur ruba fakannama huwa muqmiru desa. Hey, ishga hamroyim, ishga do'stim, sizlar o'pdan qaranglar. Taqassaya nazraykuma degani nazarlarni yiroqqa tashlanglar. Sizlar yuziminning yuzining qandoq surat kelganligini, qandoq yaratilganligini ko'rsizlar. Ma'o bizga misol bu yerda yo'q. Taraya naharan mushmisan qad shabahu zaharur ruba. Sizlar shundoq bir kunni ko'rsizlarki, kunduzni quyoshliq. Buningga do'nglikning chechaklari aralashgan degani aptab chiqib turdi. Quyosh paqroq. Do'ngdagi chechaklar shu quyoshning nuri ostida jillanib turdi. Bir xil ko'rinishma. Xuddi u oyliq kechiga o'xshash. Chechakning shunchalik ko'pligidan xuddi oyliq kechiga o'xshab qolganligini kechisi. Ana onda mayada bir xil kun chiqqan kunduzdagi chechaklarningki talpingan bir xil ko'rinishini oyliq kechiga g'ilam o'xshatdi. Mushabbahun bih taraf murakkab, mushabbahun bih taraf nima mufrat bo'ladi.
Bu bir taqsimotlar. Yana bir jihatdan nima yuqoridagi biz bo'lgan tashbihning taqsimotlari ikki taraf e'tibor bilan bo'lingan bo'lsa, yana bir jihatdan tashbih ham uning ikki tarafi mutaaddid bo'lgan vaqtida. Mutaaddid degani biz yuqorqi mushabbahlarning hammasida yakka. Mayli mufrados murakkab bo'lsin, mushabbah bir, mushabbahun bih bir. Ammo agar mushabbahun bih birdan ko'p bo'lib qolsa, mushabbahun bih, mandami kelgan bo'lsa, manda ikki taraf ko'p bo'lgan bo'lsa, tuvandagidek bir nechta turga bo'linadi. Anglab boqaylik, birisi malfuf. Malfuf degan nima desa, laffa, manda bir narsani turgan, yiqqan degan ma'noda emasmi? Ya'ni mushabbah keltiriladi. Mushabbah, uch mushabbah yoki ikki mushabbah. Uning keyinidan shu uch mushabbahning rad tartibi bo'yicha birinchisining mushabbahun bihsi oldida, mushabbahun bih manda shakl keltiriladi. Mushabbah keltirilgan bo'lsa, buning mos shaklda o'sha mushabbahning mushabbahun bihsi, undan keyingisi manda shaklda keltiriladi. Buni biz malfuf deymiz. Imrul Qaysninki kanna qulubat tayri radba va yabisa lada wakrihal annab wal hashbul bali uznonay qahramonligini ko'rsatib biz degan ov degan ajoyib ovlutliq odamlar biz degandek yoki o'zimizning bir qushi bor, shu qushni maqtab o'zining bir burkut qushini xuddi qushlarning ho'l va quruq holatdagi yuraklari o bizning qushning o'zining qashida bizning qush degan qushlarni ajoyib ovlab yevitdiki bugun mi yedi, tunugun mi yegan, uning oldida mi yegan, ho'l quruq yeyilgan qushlarning yuraklari uning o'zining qashida xuddi al-annab val hashbul baliki qizil uzum va pichak xurmo bunda qurib ketgan shakal xurmoga o'xshash chechilib yotadi demakchi. Mishada ikki dona mushabbah bor. Qushning ho'l yuragi va quruq yuragi. Ikkidan mushabbahun bih borki, birisi ho'l uzum, yana birisi qurib ketgan, shakal olib ketgan xurmo. Oldidagi mushabbah ho'l, quruq, yurak. Ikki mushabbah bor. Keyingisi annab uzum va nima qurib ketgan, shakal olib ketgan xurmo bor. Mushabbah manda keldi. Ya'ni qushning yuragining tag'yini ho'l bo'lganlarini uzumga o'xshatdi. Qo'kona quruqlarini qurib ketgan, shakal olib ketgan xurmoga o'xshatdi. O'tirib shabah mahzub bo'rina u o'simi ya yumshoq ho'llik va yoki quruqlashib ketish bunda, qattiq olib ketish tag'assundigini. Ya'ni birisi siliq, birisi quruq deganda gapda, mana shuni o'xshatmoqchiman hisobda. Har ikkalasida. Bu bir turi, ya'ni mushabbah va mushabbahun bihning ko'p bo'lgan vaqtdagi malfuf qism. Yana birisi mafruq deymiz. Mushabbahun bih ko'p bo'lgan vaqtdagi yana bir tur mafruq. Mafruq degan nima desa, anda avval mushabbahlarning hammani keltirib o'tib, andagi mushabbahun bihlarning hammani keltirmaydi. Mushabbahun bih mana ayirib keltiradi. Shu buning ismi mafruq. Ya'ni bu mushabbahun bih, andagi yana birisi mana shaklda keltiriladi. Munaqqashil akbarining so'zida ashta bir misollari bor. An-nashru miskun wal wujuhu dananir wa atraful akfa'ana muannasa furqi ipadur. Bu bir mushabbahun bih. Yüzleri tilladur. Bu mushabbahun bih. Barmoqlarining atrofi degani tırnaqlari demakchim. Tırnaqlari anamun degani xini darxi. Odatda anam degani bir xil 2-3 xil ma'nosi bor ekan bu anamunninki. Ya'ni qizg'uch bir daraxtni ko'rsatgan ba'zi xini darxi deydi, ba'zi plazlik bunda bir o'simliklarning bir qizil yupurmoqlari deydi. Qanday bo'lsa bir qizg'uch o'simlikni ko'rsatgan anamun degani. Demak, ma'runda 3 mushabbahun bih har birisi ayrim shaklda keltirildi. An-nashru miskun mushabbahun bih, al-wujuhu dananir mushabbahun bih, atraful akfa anamun mushabbahun bih. Mana shaklda keltirildi. Tamam. Bu ikkala tarafi ko'p bo'lgan ahvol ostidagi tashbihning taqsimoti. Endi tashbih agar uning birinchi tarafi ko'p bo'lib qolsa, mushabbah tarafi ko'p, mushabbahun bih tarafi yolg'iz bo'lib qolsa, buni biz tashbih tasviya deymiz. Bu bir turi. Masalan, sudqul habibi va hali kilahuma kallayali desa, Habibning manzi, yani cheche, sudq degan chech degan ma'noda, Habib mahbubning cheche va mening ahvoli ikkalasi kechiga o'xshaydi desa, o'xshatligida mushabbah Habibning chechi bilan mening ahvolim bo'ldi. O'xshatiling'uchi, ya'ni mushabbahun bih kechi oldi. Ikkisi ikki ma'nomi yolg'iz bir. Agar uning ikkinchi tarafi ko'p bo'lib qolsa, mushabbahun bih tarafi ko'p bo'lib qolsa,
Buna teşbih cema deyimiz. Mesela tüvendeki şeride bunun misallarını görürüz. Keennema yebsimu an lu'lu'in munazzadun aw bardun aw aqahin dese. Bizni uzun mahbubunun külgen halatını tasvirlab bizga xuddi o tizilgan mervaytek külüdü, möldürdek külüdü yoki dastar güldek aqah degan odatda dastar gul deb qo'yamiz ya tazim gulma deydigan dastar gulma deydigan dastar guldek külüdü deb mushabbah birlan o'simi mahbubning kulishi mushabbahun bu 3 ki birisi tizilgan mervayet birisi möldir yana birisi dastar gul. Bu bir taqsimot. Yani bir taqsimotda tashbih va shibah e'tiboridan tuandagidek bir necha gulim birisi tashbih tamsil. Tashbih tamsil. Tashbih tamsil degan nima bo'lsa, va shibah ko'p narsadan olingan bo'lsa, yuqorida va shibahimiz mutaaddid dedik emasmi? Vahid, murakkab, mutaaddid bo'lib qolsa, bunda tashbih tamsil deymiz. Masalan, quyoshni cho'loqning qo'lidagi aynakka o'xshatishki tashbih tamsil. Chunki bir xil tasvirlash bor bu yerda. Yani birisi beşerden şerisi ki keenne musaran naqli fevqa ruusuna degan mabayatın şiirimi tehabayatını öptü. O mu teşbihinin bu temsil. Çünkü bunundaki muşabbahun bi köp urun deyilgan. İmam-ı Sekkaki rahimahullah ma türünü, teşbihi temsil türünü bu gayri hakiki, bu emeli, emes bir tasviri gap bu deb manda qaytib qo'ygan ahvolda. Chunki İmam Sekkakining nazaridagi teşbih uning o'zi shaba haqiqiy bo'lgan sifatlar bo'lib qolsa va ko'p narsadan elinsa bu teşbihi temsil deb manda xos qilinadi. Xuddi yahudlarning ishakka o'xshatgan bir xil holatga o'xshash deb ma'no qo'shib qo'ydi, buni anglab qo'ysak bo'ladi. Endi bizning gapga kelaylik. Ve teşbih ve şebah itibarından birisi teşbih temsil, ikincisi teşbih gayri temsil deb yana birga bo'linadi. Teşbih gayri temsil degan aldı degan adal aksi yana o'zi şebah mufrad denilingan. Mufrad bir uqum. Masalan, yo'l ostida zayd qo'shilgan vaqtda baturluq deymiz. Bas tugidi. Bu mufrad uqum bo'ladi. Buni biz teşbih gayri temsil deb ataymiz. Üçüncüsü mücmel. Mücmel degani uqumsiz degan ma'noda u nima bo'lsa şebah tilga ilinmagan. Endi şebah tilga ilinmagandan keyin buni ba'zida uchuq bilgil oldu, ba'zida yipiqroq bilgil oldu. Shu mujmalning qatoridan zohir uchuq va shibahlavaki buni hammadan tushunalaydi. Zaydin kal asad desa, kichik bolam tushunalaydi buni. Buning ichidan xafiylar va mahfiylar va buni maqsad odamlar tushunadi. Masalan, ular bir quyma halqaga o'xshatganki, uning ikki tarafi nada bilinmaydi desa, ya'ni ular sharafda o'xshash, xuddi shaklda surat o'xshash bo'lgandek desa, mushu bir ayolning ballarının tasviri bu. O'zining ballarini tasvirlab, mening o'g'allarim xuddi quyma halqaga o'xshaydi. Buning beshi nada oyog'idan uqilmaydi deb, ballarini avlni tushunmasa, mana bu shabahni barobarlikda ekanligini tushunolmaydi. Yani onun ba'sini bir tarafga, ba'sini o'tirishda bekitish xato demakchi yana. Ama o mahfira qiladi. Shu ayolning ballarining ahvolini tushunmagandan ma tashbihni tushunmaydi. Yani şu mujmal tashbihning qatoridan ikki tarafning birining sifati tilga ilinmaganlari bor. Shuning qatoridan mujmalning qatoridan mushabbahun bihning yolg'iz sifati tilga ilinganlari bor. Yani mujmalning qatoridan ikkilasining sifati tilga ilinganlari bor. Masalan, Hasan ibn Sahlibni maqtagan Abu Tammamning tuandagi shirisi tashtar misollar bor. Sadaftu anhu wa lam tastif mawahibuhu anni wa awadahu zanni falam yakhibi kal إن جئته ووافاك ريقه وإن ترحلت عنه لج في الطلب degan şirda men ondan yüz örüp kettim. Onu taşlab etip kettim. Velam tasdif mawahibuhu. Onun atav ihsan men kirdigan soğuk salamları menden yüz örüp ketmedi. To'xtamay kelyapti. Ve avadahu zanni mening o'y xiyolim unga qaytib badi, ziyon tatmadi. Xuddi bir yomg'irga o'xshashki sen kesen onun höldürü sana tigidi. Sen kessen seni izlep qoğlap texim küçük gidiyor deydi. Meyde anın müşabbahının qaysı müşabbah men taşlamasam meni taşlamay texim o man atav ihsanını öğretken men basam ziyan tatmıgan bir haletini bir yağmur oxşatdı ki yağmurdan kessen texim küçük gidiyor. Aldığı mansan onun hölü sana tigidi. İkilisi de basa qana qilish bir narsaga erishish ziyan tatmaslik qaytsa, onu tashlab etsa, uni keynidan qo'g'lab kelishdan iborat bir xil o'qib ikkalasi bor. Ondan keyin yana biz shu vajibah e'tibori bilan bayatın mujmal tutqan, mujmal degan vajibah tilg'ilinmagan tashbih bo'ldimi? Endi mufassal deb bir tashbih bor, vajibah tilg'ilingan normalda. Va sagruhu fi safain wa admu'a kalla ali desa, uning tishi sag'irligini o'tib tishi
Ve mening yeşim süzüklikte mervayet okşaydı dese, medik vecebe süzüklikte dep aşkar keldi, bunu biz mufassal deymiz. Endi bazıda şu vecebehning o'rnini egalleydigan narsalar tilg'an ismi buludu. Mesela fasih sözlerge o halavatda hasalga o'xshash desa, halovat shirinlik desa, bir odamning gapi nemdi. Bir odam chiroyli, isil so'ziga emas, yo'q. Tatliq gap qildiq odamga yo deydigan bir gapimiz bor. Mujaddiga vajshaba tatliq. Tatliqlik hasalda bor. Bir tarafı bor, ama yana bir tarafı yo'q. Lekin tatliqlik fasih kalamda bo'lmagan bilan, lekin fasih kalam odamni paydo qilgan ta'sirni ifodalab beradiki, boshqalarning gapini anglag'ansiz qilib odam huzurunda ya. Mushu nuqtani halovat ifodalab beradi. O'rinda tura oladi, taqozo qila oladi. Shu tufaylidan halovat garchi ikki tarafni vajshaba emas bo'lsa-mu, bir tarafni vajshaba, masalan, mishada bir odamning isil fasih gapini halavatda hasalga o'xshash desa, halovat degan o'qim hasalda bor, lekin gapda yo'q. Lekin gapning odamning tabiatidan moyil qilish, o'zini odamni o'ziga tortish degan o'qimni o'ziga olganlik uchun buni o'xshash vajshabahda qo'llanilsa bo'ladi, vaqt mutasamah deb aturdi. Ya'ni uning lozimi, talabi, jami o'shkizligini ikkisini o'rtaq tarafi dal shuning lozimi, halovatning lozimi, halovatning qanaqaligini tatib akiladigan lozim ma'nosi u o'sini tabiatni, odamning miya tabiiy xarakterini tatish. Ondan boshqa yana vajshabah e'tiboridan tashbih qarib mubtazal deb birga bo'linadi. Qarib mubtazal deganimiz yaqin, uqululdigan, tushangiluldigan. U o'simi mushabbahun bihqa inchki qaramasdan yo'tkilgiluldigan. Nimishqa vajshaba qaramaqa fi badir ra'i degani shu qargan o'y fikrimizdan oshkor bo'lganlik. Nimishqa noiti amran jumlaga yig'inchaq bir ish. Yig'inchaq ish degan odamning ko'ngliga bakroq keladi. Yoki tafsiloti nima oz zihnida mushabbahun bi hozirlash ko'p bo'lishidan ya u mushabbahun bi mushabbah hozirlagan vaqtda ko'p hozirladi, nimishqa munosib yaqin bo'lganlik uchun. Masalan, kichik ko'zini miqdor shaklda bir küpga qanday qilsa, kichik qapoqni bir ko'zga o'xshatsa, qapoq bilan ikkisi barabar keldi emasmi? Yoki mutlaq mushabbahun bi ko'p hozirladi, bizning his tuyg'umizga ko'p takrorlangan, masalan, quyoshni bayatdan jilvilib turgan aynakka o'xshatdi. Quyosh degan davomli ko'rinib turgan narsa, yumaloq nur chiqishda hammalarning tasviri obyekti shu. Yani nimishqasi tafsilot, yaqinlik, takrorlik har biriga zid kelganlik uchun degani, vajshaba qanday bo'lsa tashbih yaqin bo'ladi desa, birisi tafsiloti yo'q, tafsiloti oz. Tafsiloti oz yoki yig'inchoq. Munda bo'lsa, tafsiloti oz yoki yig'inchoq bo'lsa, unda yaqin bo'ladi. Nimishqa tafsilot degan yaqinlik va takrorga nima zid. Qancha bir ish tafsilga chechib ketgansa, odamning kallasini shuncha raqlashtirgan gap. Shunga vajshaba qancha yig'inchoq bo'lsa, shuncha qarib mubtazal bo'ladi. Bu bir turi. Tashbihning yana bir turi g'arib ba'id, ya'ni yiroq tashbih deymiz. Yuqorqi qaribi mubtazalning qarshisi bu. Ya'ni buning vajshaba iliq emas yoki tafsiloti ko'p. Masalan, vashamsu kal mar'ati fi kafil ashar. So'ylab baqinglar, u chuloqning qo'lidagi aynak andisanda hayotimizda, xususan men bu endi chuloqning qo'lidagi aynakni hozir qadar hayotimda ko'rib boqmadim. Bu da az ko'rilgan narsa bu. Buni tushuntirish to'g'ri gap qolsa-mu, bu hali ishkilda bu. Chuloqlar tutdi, qo'li titraydi, aniq oyoq tutganda bir gapda. Yoki mushabbahun bihning hozirlishi nadir, az hozirludi. Ya mushabbah hozir bo'lgan vaqtda az hozirludi, munosib yiroq bo'lganligi yoki mutlaq. Chunki u ya bir xiyoli yoki fantaziyalik birikma yoki aqliy ish yoki takrorlanish ishqa az bo'lmoq. Bir sabablar tufaylidan va shamsu kal mar'atga o'xshash, al mar'atga o'xshash. Bu endi mushu va shamsu kal mar'at degan mushu misolning o'zidagi yotliq ikki tarafdan. Ya'ni birisi bayat misal aldık bunun alaqı nudur, huzuru nudur yani nadir tekrarda bunda ahval hayatımda uçup bakmagan. Yani birisi bir xiyaliyim da o'ylamasaq tap qolamaydigan gaplar. Ham miyadagi tafsilotning maqsad birdan ko'p sifatga qaralish. Bu nurg'un yo'llarda tepiladi. Buning eng turishliqroqi ba'zilarni tashlaysiz. Ya'ni bu sifat nihoyatda ko'p hamda bu ko'p sifatlarning hammasi qarab qo'yilmaydi, ba'zini tashlaymiz. Mana ahvol tafsil bo'ldi. Mana olib qolgan vaqtida tashbih salni bo'ladi, ba'id bo'ladi. Masalan, hamaltu rudayniyan ka'anna sinanahu sinalaha lam yattasil bi duqan zamshirni qarab boqayli. Men Rudayni qilichini ko'tarib mangdim.
bir qilishni tasvirlayapti-da. Xuddi yansa qilish degandeklar. Bu arablarning qilishlari har yer yasilib, nurg'un xuddi bizning yansaning pichiqi degandek bir xil davonida Rudaynining qilishini ko'tarib maqdum, xuddi uning bisi tig'i, tishsinan asloqatdan tish degan ma'noda shu qilishlarning nayzlarning tiqini ishlatadi. Bir yalqunning tishiki tutunga ulashmaydigan, tutun chiqmaganda. Tutun chiqmagan vaqtda yalqun bir xil yalqun deydi. Yal ko'kish aralash. Ashta tasvirlamoqchi. Endi o'ylab baqinglar, bu bir qilishning bisini bir tutun is aralashmagan yalqunning, o'tning yalqunining eng shu bisiga, eng üstü tarafiga o'xshatish odamnikiligini tasdiqlagan bir fantastik ahvolamda bu. Demek mademde otning har xil holati bo'ldi, biz hamma holatni o'xshamadik, ma'lum holatni o'xshatamiz. Yoki o sifatlarning hammasi e'tibor qilinsa, Surayaning misolidagidek, ham demak bu bir xil tushuniksiz demakchi. Yiroq degani tashbih maydi, tasroq o'xshaydi, zo'lab o'xshatmasa, baktas o'xshaydi. Bu bir. Kullama kana tarkib min umur akthar. Qurilma qancha ko'p narsadan elingan siri, o'xshatishning doirasi ko'payib ketgan siri, tashbih taxminan bo'ladi, yiroq bo'ladi. Tashbih biladigan mush qismning bo'g'ini yiroq qo'yganlik uchun hamda bu aloqa adabiyotshunaslarga nisbatan ancha baligh bo'lishi aniq. Chunki gapni qancha mujmallashtirsa, qarshi taraf necha o'qib tushunsa, hamda keyin bu mo'jizga bo'ldi emasmi? Chunki bir narsani izlab bo'lgandan keyin erishish mayda huzurli bo'ladi bu bir. Tugadi buning ahvoli. Endi ba'zida bayatimiz tashbihni ikkiga bo'ldik. Qaribi mubtazal, yana birisi nima? Ba'id, g'arib dedik. Ash qaribi mubtazalda uni g'arib qilib qo'ydigan ba'zi tasarrufotlarni qilindigini, ba'zi bir iboratlar qo'shish orqali qaribi mubtazal bo'lgan tashbihmi ba'id bo'lib qoladigan ahvollarmi bor. Masalan, lam talqa hazal wajha shamsu naharina illa biwajhin laysa fihi haya'u. Sha'rning mushirdagi maqsadi o'zining mahbubining yuzini quyoshga o'xshatmoqchi. Ammo bir gapni ortiq qilib qo'yib plan bu yerda quyoshni eshib ketadigan bir xil tasvir chiqdi ma'runda. Ya'ni ma yuzga quyosh bizning kunduzimning quyoshimi udul kurshashki demakchi o'g'ini bizning quyoshmi, osmondagi quyoshmi ma yuz bilan kurshash salohiyati yo'q. Ma yuz shunchalik chiroyli isil yuzki, quyoshni xijil bo'ladi qarg'ili. Odatimizni o'zimizning nihoyat chiroyli ekanligini tasvirlamoqchi bo'lsak, ba'zi bir aymo bunun chiroyidan xijil bo'ladi deb tasvirlaymiz adabiyot kitoblarimizda. Davat etmayapman. Ma yuzga bizning kunduzimizning quyoshi ko'rshamni qarayanmaydi. Illaki hayo yo'q yuzdan qarasa qaradigani, xijil olmay qarasa qara, bo'lmasa bu yuzga qarashdan xijil bo'ladi. Asli ma yuz quyoshga o'xshash demakchi tasvirda, ammo keyindagi quyosh xijil olmay qarasa qara, bo'lmasa normalda xijil bo'ladigan hayoliq quyoshlanib qolsa, unga qarayanmaydi. Algamni qo'yib qo'yish orqali tashbihni o'tib ketdi va eshib ketdi. Bu g'arib bo'ladi. Yana bir she'r misol va azamatuhu mislun nujumi sawaqiba law lam yakun lis-saqibat ufulu. Uning irodasi xuddi yulduzga o'xshash desa, yulduz shuncha qorong'ulikni buzab chiqqandek, osmonda o'zining musofirga uchib mangandek bu irodasi ajoyib kuchli demakchi. Gap mishada bo'lib qolsa, irodasini yulduzga o'xshatgan bo'ladi deb bo'lib, agar yulduzlarning yo'qolib ketishimizligini yulduzni eshib ketadi. Yulduzma kunduz yo'qolib ketadi. Buning irodasi azaldan yo'qolmaydi deb mana bir xil tashbihni texmo g'ayralashtirayotgan gap. Bu bir tashbihning bir turi zo'rlashlar. Endi ma tashbihni hozir biz degan tashbihni tashbih mashhur. Qarasanglar xijillash bo'lmasa anqariya oladi. Xijillash bo'lmasa degani shart. Yulduzlar yo'qolib ketmasa, ammo yuzga o'xshaydi. Bu nima shart? Shoma ikki shart e'tibori bilan ma tashbihni tashbih mashhur deb ataymiz. Buni bir tur anglab qo'ysak bo'ladi. Tashbihning yana bir turi tashbih odat e'tibori bilan qaranglar. Biz darsni boshlagandan tortib hozirga qadarmish bugungi darsda tashbihni ikki taraf e'tibori bilan bir nechaga bo'ldik. Vecşebeh itibarından birine çiğe böldük. Emdi geldik adat itibarından teşbih muakked birge bölündü. Teşbih muakked degenimiz adati hasb kılınan teşbih. Mesela vehiye temurru merra sahab. Summun bukmun umyun fahum la yarci'un. Şuna ama Zeydun Esedun. Mavlanın hemmesi güçlük tekit. Çünkü bir yerde teşbih hukum yoktulup huddi Zeyd yolazın üzdek. Bana bir tesvir var.
Yani tüendeki İbn Hafacanın ki sözümü muakked teşbihinin qatarıdın "Var-rihu tab'athu bil-ghusuli ve qad jara zahabul asqil ala lujaynil ma'i" dese şamal şahla bilen oynuşur. Mundalaqı Mecnun Talının ki yupurmaqları şahlары köllerge deryalarga düşüp tuğan halatını tasvirlamadı. Ona şamalda iğanışıp şamalla şahla bilen oynaydı, oynuşurdu. Ve qad jara bu vaqt qanda vaqt desem halat cümle. Şu vaqtda keçqurunning oltuni sunun kümüşnün üstüge düşken deydi. Keçqurunning oltun degeni şafaq nuru ne demekçi? Sapsırıq nur ne? Sunun kümüş degeni yaltırıp atqan sunun yüzün demekçi. Günün nuru suğu düşken. Şu vaqtda Mecnun Tal qandaq var. Amma şeyde keçqurunning oltunu yok. Altın oxşaş şafaq nuri demekçi. Kümüşnün sunun kümüçü yok. Kümüşke oxşaş su demekçi. Teşbihinin adatları taşlandı. Bu teşbih bunun qatarıdan muakked teşbihinin qatarında olur. İkincisi adat itibarıyla taksim kılındığı teşbihin ikincisi mursel. Mursel yani mursel del yuqarıdaki muakkednin ta'tirisi aksilen bolgan teşbih olur. Yani adat tilgarinden bunu misalı intayin köp biz yuqarıdılgan Zeydin kel Esad mesela hemmesi şundan qatarıdan. Tamam. En ahirki bir taksimatta teşbih g'arad itibarından, teşbihning maqsad itibarından tüendeki işki bunu birisi maqbul teşbih degeni qabul qilinadigan, yani teşbih layoqatida qilingan, o teşbihdan mutakallimning irodasi ifodalangan, muxotab mu irodani tushunadigan, mutakallimning maqsadini to'liq ifodalab berilgan teşbihlar maqbul bo'ldi. U o'zimi shu teşbihni ifodalashni to'liq keltirilgan al-vafi bi ifadatining teşbihini to'liq ifodalangan. Xuddi adatda teşbihdagi maqsadni biz tushundik ya, teşbihdagi maqsad mushabbah ko'p taqaladi. Mushabbahni ifodalash. Mushabbahni ifodalashni mushabbahun bi hammaga tunishliq bo'lish kerak-da. Tunishliq bo'lmagan narsaga g'ayrat noqtib qo'ysak qana tushuniladi. Xuddi bu yerda mushabbahun bi mushabbahdan va shabahda ma'rufroq bo'lgandek, agar g'araz mushabbahni ahvoli bayon qilish olsa yoki va shabahda atammi shay bo'lganga o'xshash, ya'ni naqsni kamilga o'xshash iroda qilingan vaqtda yoki mumkinlikni bayon qilishda hukmi hamma qoyil bo'lgan bo'lish kerak, ma'ruf bo'lish kerak muxotabning g'araz mavjudlikni bayon qilish olqasi. Demak, nimani ifodalamoqchi bo'lsa, shu maqsad ifodalanayalisi teşbihdan bu teşbih maqbul bo'ldi. Marduddu dal aksi, yani g'arazni ifodalashdan kam kelsa. Masalan deyli bir misal alsam, mardudqa Ahmad yo'lbosga o'xshaydi dedim. Yoki Zayd yo'lbosga o'xshaydi dedim. Men nima demoqchiman shu o'rinda? Anglashga qaraganda yo'lbosning qo'ltiqi puramış. Ahmadning masalan azroq ta'birab qolgan bo'lsa, voy, ma Ahmad yo'lbosda ko'p qopti-ya desam. Yani yo'lbosning qo'ltiqi puraydi ekan, Ahmadning yo'lbosga o'xshash puraydi ekan demoqchiman. Ama yo'lbosning unda puraydiganligi balkim sizlar o'qimaysizlar qachon. Men o'qimayman, men shu kitobdan ba'zi hikoyalarni ko'rmanda. Men bu yo'lbosning qo'ltiqini purab boqmadim amaliyotda. Mushabbahun bi masfatdan ma'ruf emas. Bu xil qo'llangan uslubim ma'ruf. Chunki qarshi tarafga ifodalamoqchi bo'lgan maqsadimni qanaqlanmaydi, ifodalab berolmaydi. Buni mandaq tashbihlar, tashbih ma'ruf bo'ladi. Teşbihning xotimasiga kelsak, teşbihning martabalarining eng a'losi mubolag'a quvvatida. Uning arkonlarini hammasini yoki ba'zini zikr qilish e'tiboran bo'ladi, tilg'arish. Va shabahning yoki odatlarining hasb qilinish qilinmaslik bilan bo'ladi. Yoki va shabahni tashlash, yoki odatlarini mushabbah bilan birga tashlash ma'nolar, yoki mushabbah nima desa, teşbih qancha yushirilsa, qancha yushirilsa, teşbih yushirilish degani, teşbihni bizga bildirib qo'yadigan vositalar qancha yushirilsa, masalan, teşbih ekanligini bildirib qo'yadigan vositalar odat teşbih tashlansa, va shabah qanaqalar tashlansa, hattoki mushabbahun ba'zi vaqtda tashlanib qatqazlab qolsa, ana shu vaqtda mushabbah eng kuchli bo'ladi. En aciz teşbih edilen qaysi ise Zeydun kel esedi fiş şecaati. En aciz teşbih. Çünkü bu teşbihden hemmeden düşünüleydiğen haleti. Zeyd batırlıkta yolvasqa oxşaş dese Zeydlik mertebesinden eşmedi o. Zeyd degan bir yolvas o dese, yoki ishdan kirsa Zeyd degan yolvas o demasdan Arslanimiz kirdi desa, andigin aning tasviri Zeyd batırlıkta yolvasqa o'xshash degan gapdan qanaqaligida halqiydi. Demak, teşbih qancha yushirilsa,
şuncha kuchli. Hattoki tashbih yushulup tashbihsizligidan shunda chiqib ketsa, eng kuchli bo'lganki u vaqtda o majozga aylanadi. Majozning istiara qismiga aylanadi yana. Tashbih o'zgarib, tashbih yushulup chekiga yetgan vaqtda yani istiara ya tasrihiyya ya kinoya bo'lib, bil kinoya bo'lib, makniyani bo'lib kuchli kutilgan gap. Tashbihning eng kuchli tarafi shu bo'ladi. Shunga olganda bugun darsimiz oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.